Assalomu alaykum, hurmatli Agrohouse maktabi kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz azizlar bilan marganet mikroelementi haqida gaplashmoqchimiz. Muhim mikroelementlardan bittasi hisoblanadi, xuddiki temir, sink kabi elementlarga o'xshagan. Mavzumizni marganet yetishmovchiligi, bargdagi ushbu belgilarni e'tiborsiz qoldirmang degan sarlavha ostida olib boradigan bo'ldik. Mana shundoq chiroyli yashil barglarni beradigan asosiy elementlardan bittasi bu marganet hisoblanadi. Azizlar, marganesning umumiy tavsifi. Marganes mikroelement bo'lganligiga qaramasdan o'simliklar uchun muhim bo'lgan mikroelementlardan bittasi hisoblanadi. O'simliklar tomonidan mana bu shaklda ildiz orqali o'zlashtiriladi. Marganes o'simlik ichida bir joydan ikkinchi joyga deyarli ko'chmaydi. Shu sababli agar marganes yetishmasa, avval yosh barglarda marganes yetishmovchilik belgilari paydo bo'ladi. Odatda o'simlik to'qimalarida 20-40 ppm miqdorida yoki milligram kilogramm hisobida olinadi. Ya'ni mana shu miqdor bu o'simlik to'qimalarida bo'lishi shart bo'lgan marganes miqdori hisoblanadi. Undan ko'pi yoki undan kami esa o'ziga xos muammolarga olib keladi. Endi o'z-o'zidan kami yetishmovchilikka olib kelsa, ko'pi toksiklik, ya'ni zaharlilikka olib keladi. Agar o'simlik to'qimalaridagi marganes miqdori 400 ppm dan oshsa, demak bu zaharlanish, ya'ni toksiklik kuzatilishi mumkin. Buni sal keyinroq ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda jo'xorida, bug'doyda hamda no'xat, ya'ni dukkakli ekinlarda marganes yetishmovchiligini bir ko'rsatishga harakat qilib ko'rdik. Bu yerda marganes yetishmovchiligi yo'q, ya'ni juda chiroyli bo'lgan barg bo'lsa, mana sekin marganes yetishmovchiligi belgilari, tomirlar yashil va oraliqlari sarg'aygan holatdagi ko'rinishi ko'rsatilgan yoki bo'lmasam jo'xorida marganes yetishmovchiligi qanday belgilarga ega bo'lishi mana ko'rsatilgan. Bu yerda esa bug'doydagi marganes yetishmovchiligi ko'rsatib o'tilgan. Marganes o'simlikdagi asosiy vazifasi shundan iboratki, birinchi navbatda fotosintez jarayonida qatnashadi. Fotosintez bu quyosh nurini o'simlik o'ziga foydali energiya shaklida oladi va yashil rangni beradi. Xlorofil hosil bo'lishda ishtirok etadi. Xlorofil biz bilamizki, o'simlik tanasidagi mayda tanachalar, molekulalar hisoblanib, yashillikni ta'minlab beradigan asosiy moddalardan bittasi hisoblanadi. Yoki bo'lmasam nitratni qaytaruvchi fermentlar hamda uglevod almashinuvida ishtirok etuvchi fermentlarni faollashtiradi. Ya'ni azotni o'simlik tomonidan o'zlashtirilishini faollashtirib beradi marganes. Bundan tashqari uglevod hosil bo'lishini kuchaytiradi. Ya'ni bu ta'm beradi degani, o'sha mevamizga ta'm berish xususiyatiga ham ega bo'ladi. Yoki bo'lmasam hujayralarning bo'linishi va cho'zilishini rag'batlantiradi. Bu degani mevamiz hujayra qanchalik ko'p bo'linsa, rivojlanishi shuncha yaxshi bo'ladi. Transportabelligi deymiz. Mevani bir joydan ikkinchi joyga ko'chuvchanligi, ya'ni eksport bo'lganda yoki bo'lmasam bozorda ancha payt turishiga sababchi bo'ladi. Meva qattiq bo'lib, chiroyli bo'lib turaveradi. Bundan tashqari yog' kislotalari sintezida ham ishtirok etadi. Marganes yetishmovchiligi odatda qanday shaklda bo'ladi desak, biz ikkita muhim nuqtaga qarashimiz kerak. Birinchisi, yosh barglarda tomirlar oralig'ining sarg'ayishi, bu intervenal xloroz deyiladi yoki bo'lmasam barglarda nekrotik, qurigan qo'ng'ir dog'larning paydo bo'lishi. Ikkita belgi asosiy marganes yetishmovchiligi belgilaridan hisoblanadi. Biz asosiy ekinlarda ko'rsatishga harakat qilib ko'rdik. Pomidor, bodring hamda bulg'or qalampiri, ya'ni bolgarskiy deymiz, shuni oldik. Qarang, avvalo yosh barglarda tomirlar yashil bo'lib, oldin ham aytib o'tganmiz, temir yetishmovchiligida ham bunda ham tomirlar mana yashil bo'ladi. Tomirlar yashil, lekin tomir oralig'i sarg'aygan, mana o'zi ko'rinib turibdi. Mana pomidorda, mana bodringda qanday shaklda bo'ladi? Bizga ko'pincha savol tushadi. Yoki bo'lmasa mana bulg'or qalampirida. Mana shu belgilarni ko'rsangiz, bilib olishingiz mumkinki, marganes yetishmovchiligi belgisi borligini. Keyinchalik esa bu davolanmasa, barglarda mana bu qo'ng'ir hamda qurigan dog'lar, mana qurigan dog'larning paydo bo'lishi yoki qo'ng'ir ranglarning, dog'larning paydo bo'lishi, bu endi marganes davolanmagandan keyin haligi juda yomon holatga kelgandagi bir suratlarni ko'rsatib o'tdik. Bundan tashqari marganes yetishmovchiligi mana asosiy ekinlarda, masalan, piyozda marganes yetishmovchiligi ham, bu ekinlar nega aynan bu ekinlarni ko'rsatdik? Sababi bular marganesga ehtiyoji kattada, shuning uchun ko'rsatdik. Mana piyozda ham sizda shunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, demak bilishingiz mumkinki, sizda o'sha marganes yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam kartoshkada mana
marganiz yetishmovchilik belgilari mana aniq suratlarda ko'rsatib o'tilgan. Mana shu belgilar kuzatilinsa, o'zi bir narsani aytib o'taylik, albatta kasalni davolashdan oldin uni oldini olgan yaxshi deyishadi xalqimizda. O'shaning uchun ham biz maslahat bergan bo'lardikki, deylik pomidorda yoki bo'lmasam mana hozir ko'rsatganimiz bodringda yoki bulg'or qalampiri, piyoz, kartoshkalarda marganezga ehtiyoj katta bo'lganligi uchun siz oldindan berib borishingizni tavsiya qilamiz. Har deylik 14 kunda bir martami, 2 haftada bir marta kam-kam. O'zi mikroelement juda ham kam sepiladi. Deylik 10 litr suvga 5 gram miqdorda boshlab sepiladi. Juda borsa 10 gramgacha sepiladi. Shuning uchun bu ko'p miqdor emas. Buni doimiy sepib borishingiz bu sizga zarar qilmaydi. Bu chiroyli barglarni beradi eng muhimi. Va hozir sanab o'tgan boyagi marganezning bir nechta vazifalarni aytdik, o'sha vazifalarni bajarilishiga olib keladi. Marganez yetishmovchiligini yana asosiy qaysi sharoitlarda ko'p bo'ladi deyilinsa, mana hozir biz aytdik, ohakli tuproqlarda yoki yuqori pH ga ega bo'lgan tuproqlarda. Yana o'sha mavzuga qaytyapmiz. Bizda tuproqda pH juda baland. Demak, bizda marganez yetishmovchiligi bo'lishi tabiiy. Baland deganimiz bu 7,5 dan baland, 7,5-8 ni tashkil qiladi. Bu baland degani, chunki me'yor bu 5,5 dan 6,5 gacha hisoblanadi. Yoki bo'lmasa organik moddalar miqdori yuqori bo'lgan tuproqlarda. Ko'pchilik masalan biz ko'p go'ng solsak yaxshi deb o'ylaymiz-ku. Bu har doim ham yaxshi emas, chunki biz oldingi ko'rsatuvlarimizda ham aytdik, bu mana organik modda ko'p bo'lsa ham o'z-o'zidan boshqa bitta mikroelementni yetishmovchilikka olib keladi. Shuning uchun hamma narsaning me'yori bo'lgani yaxshida. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yoki havo almashinuvi yomon, ya'ni zich tuproqlarda ham marganez yetishmovchiligi ko'p kuzatiladi. Yoki bo'lmasam endi qarang, temirning ortiqcha miqdori ham marganez yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin, chunki temir marganezning o'simlik tomonidan o'zlashtirilishda raqobatlashadi. Ya'ni men birinchi o'zlashaman deydi temir yoki bo'lmasam marganez men deb ikkalovlari o'zaro raqobatda bo'lganligi uchun biz oldingi ko'rsatuvlarda aytgan edikki, bitta elementning ko'pligi boshqa bir elementning haligi yetishmovchiligiga olib keladi degan edi. Yoki teskarisi, mana bu yerda ko'ryapsiz. Temir ko'p bo'lsa ham bu yaxshi degani emas, marganez yetishmovchilikka olib keladi. Va eng qizig'i bularni nima deydi, bajaradigan vazifalari juda ham bir-biriga yaqin hisoblanadi-da. Shuning uchun ham o'zaro bir raqobatchi elementlar desak ham bo'ladi. Endi ohakli tuproqlarda marganez yetishmovchiligini bartaraf etish uchun barg orqali oziqlantirish tavsiya etiladi. O'zi har doim aytib kelyapmiz, agar sizda o'tkir yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, har qanday elementda, bu faqat marganezga tegishli emas. Bu o'rnida rux, sink bo'lishi mumkin yoki temir elementi bo'lishi mumkin. Yetishmovchilik yaqqol ko'zingizga ko'rinib turibdimi? Darrov foliar deymiz ingliz tilida, barg orqali berishimiz kerak, chunki barg orqali tezroq muammoni yechim qilsa bo'ladi. Ana endi marganezning toksikligi, ya'ni zaharliligiga keladigan bo'lsak, qanday sharoitlarda yuzaga keladi? Birinchi sharoit, tuproqda pH 5,5 dan past bo'lsa, yana o'sha me'yor 5,5 dan past bo'lsa, sizlar bilan kelishgan edik. Kislotali tuproqlar deyilishiga, demak 5,5 dan ham tushib ketmasligi kerak bizning tuproqlarimizdagi pH. Yoki tuproqda kalsiy yetishmasa. Mana shu eng katta muammo. Ko'pchilik mana biz savollarda ko'ramiz. Mevalarda masalan bulg'or qalampirda yoki pomidorda uchi qorayib qolishligi. Endi albatta buni sababi ko'p. Bitta sababi o'sha sug'orishni noto'g'ri tashkil qilganligi, bir zaxlatib yoki birdan suv bermay birdan ko'p berishini oqibatida hamda kalsiy yetishmasligi oqibatida o'sha holat bo'ladi. Bizning tuproqlarimizda kalsiy yetishmasligi juda ham ko'p hisoblanadi. Shuning uchun ham bizda marganezning toksikligi yuzaga kelishi mumkin. Tuproq uzoq vaqt nam bo'lib qolsa yoki ortiqcha sug'orilsa, mana ko'ryapsizmi? Bu holatda ham marganezning zaharliligi oshib boradi. Yoki bo'lmasam drenaj yomon bo'lsa yoki yog'ingarchilik ko'p bo'lsa ham marganez toksikligi, biz ya'ni zaharlilik desak, zaharliligi bizni ko'p bezovta qiladi. Yoki bo'lmasam tuproq zichlashib, ildizlarga kislorod yetib bormasa ham marganez elementi o'zini foydasidan ko'ra ko'proq zararni ko'rsatib qoladi. Shuning uchun bu holatlarda ham juda ham ehtiyot bo'lishimiz talab qilinadi. Ana endi xo'p, marganez zaharliligini bartaraf etish uchun nima qilinish kerak deyilsa, birinchi o'rinda magniyli o'g'itlardan foydalanishimiz kerak. Hozir biz sizga ko'rsatamiz. Organik o'g'itlar berishimiz kerak. Albatta bu yerda ko'p emas, me'yorda. Kislotali tuproqlarga ohak solib pH ni me'yorlashtirish. Ya'ni pH tushib ketgan bo'lsa, 5,5 dan tushib ketgan bo'lsa, uni biz 5,5 ga olib kelishimiz kerak. 5,5 6 bo'lsa,
o'shanda marganes idealniy o'simlik tomonidan o'zlashtiriladi va boshqa elementlar ham idealniy o'zlashtiriladi. Tuproq namligini bir me'yorda ushlab turish, ortiqcha sug'orishdan saqlanish. Hozir aytib o'tdik, bu faqatgina marganesga tegishli emas. Boshqa ekinlarda ham agar tuprog'ingizda namligini bir me'yorda ushlamasangiz, ortiqcha sug'orsangiz, bu temir bilan ham shu holat bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa azot bilan ham shu holat bo'lishi mumkin. Ana endi marganesli o'g'itlar. Ko'p qo'llaniladigan marganesli o'g'itlar bu birinchisi marganes sulfat o'g'it. Tarkibida 26-28% marganes elementi bo'ladi. Marganes oksidida 41-68% gacha va bugungi kunda eng ko'p tarqalgan va eng foydali o'simlik o'zlashtirish oson bo'lgan shakldagi marganes EDTA xelatlangan marganes o'g'itlari hamda marganes xlorid o'g'itlari mavjud. Ana endi eng ko'p qo'llaniladigan ikkita marganesli o'g'it haqida gapirib o'tmoqchimiz. Marganes sulfat o'g'iti bu o'simliklarda marganes yetishmovchiligini bartaraf etish uchun eng ko'p qo'llaniladigan mikro o'g'it hisoblanadi. U suvda yaxshi eriydi va o'simlik tomonidan tez o'zlashtiriladi. Agrohausda Gollandiyaning Eurosolid kompaniyasida tomonidan ishlab chiqarilgan aynan shu o'g'it olib kelib sotilinadi. Juda ham yuqori eruvchanlikka va juda ham yuqori sifatli ta'sirga ega bo'lgan o'g'it hisoblanadi. Mana marganes miqdorini ko'rib turibsiz, juda ham baland. Ayniqsa mana ochiq dalada paxtaga, bug'doyga juda ham marganes ko'p kerak bo'ladi. Oz ko'rsatdik. Jo'xorida ham ko'p kerak bo'ladi, kartoshkada. Ana shu ochiq dalada shu ekinlarni ekadigan insonlarga biz tavsiya qilgan bo'lardik, yuqori sifatli marganes sulfatlardan foydalanishligini. Va buni tarkibida oltin gurt ham bo'ladi. Ranglari mana mahsulotning rangi och pushti yoki och kulrang kristal shaklda bo'ladi. Qo'llanilishi qanaqa bo'ladi desangiz, bargdan purkalanadigan bo'lsa 100 litr suvga 200 gramdan minimum 500 gramgacha qo'llasangiz bo'ladi. 1 tonna suvga esa 2-5 kilogramni tashkil qiladi. 2 kilogram ham albatta yetadi. Butun o'simlikning vegetatsiya davomida 2 martadan 4 martagacha qo'llashingiz mumkin. Agar sizda tomchilatib sug'orish kapilni bo'ladigan bo'lsa, 1 kilodan 5 kilogramgacha gektariga berishni tavsiya qilamiz. Mana biz bu yerda yozib o'tdik. Buni o'sha masalan 5 kilogram bermoqchi bo'lsangiz, bittada emas, kam-kam berganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri tuproqqa berish ham mumkin. Bu 10 kilodan 30 kilogramgacha gektariga to'g'ri keladi. Albatta bunda xarajat ko'payib ketadi. Eng ko'p qo'llaniladigan va eng samarali usullari bu tomchilatib sug'orish tizimi orqali to'g'ridan-to'g'ri ildizga boradi yoki barg orqali, ayniqsa o'tkir yetishmovchilik kuzatilishi boshlanganda bargdan qo'llashingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana endi qarang, marganes EDTA eng yaxshi bo'lgan, bu o'sha xelatlangan shaklda bo'lganligi uchun o'simlik uni hali oddiy jaydari tilda aytsam maza qilib qabul qiladi. Bu hech qanday qiyinchiliksiz qabul qiladi. Tarkibida marganes miqdori 12-13% ni tashkil qiladi. Bu yetarli foiz. Va bu o'sha o'simligini ehtiyojini to'liq qoplab beradi. Ranglari qanaqa rangda bo'lishi, suvda 100% to'liq eriydi. Buni ham bargdan tomchilatib sug'orish va gidroponikada juda ko'p qo'llaniladi. Ozgina qimmatroq narxi bo'ladi sulfat bilan solishtirganingizda, lekin samaradorligi sulfatdan ancha yuqori bo'ladi. Bargdan purkash mana yozdik, eng samarali usuli. Chunki bu turda xelatlangan mikroelementlar, marganes bo'ladimi, sink bo'ladimi, temir bo'ladimi, bargdan zo'r ishlaydi. Ildizdan esa buni EDDHA degan shakli ko'proq yaxshi ishlaydi. 100 litr suvga 50 gramdan 150 gramgacha berish tavsiya qilinadi. Vegetatsiya davomida esa hozir aytganimizdek 2 marotadan 4 marotagacha qo'llashingiz mumkin. Va tomchilatib sug'orishda kapelni orqali esa 1,5 kilodan 2 kilogramgacha qo'llashingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, buni sarf me'yori ham kamroq hisoblanadi va juda ham ajoyib marganesli o'g'it hisoblanadi. Sizdan marganes yetishmovchiligi kuzatilinsa, mana shu shakldagi bu Agrohausda sotiladi. Bu ham Eurosolid kompaniyasidan Gollandiyadan olib kelinadi. Juda yuqori xomashyodan, ya'ni yuqori sifatli xomashyodan tayyorlangan o'g'it hisoblanadi. Azizlar, marganes haqida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha bo'lsa-da ma'lumotimiz shundan iborat. Albatta, qo'shimcha savollaringizni, izohlarida kutib qolamiz. Bizani kuzatishda davom eting. Sizlarni qiziqtirgan mavzularni keyingi ko'rsatuvlarimizda yana e'tiboringizga havola qilamiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.